Yarim soatdan beri Yaxshimisiz? kutaman. Keldinglarmi? Muncha qolib ketdinglar. Bu qadar tezroq. Nima bo'ldi o'zi? Dam olaman deb xonaga kirgandilar. To'satdan mazalar qochib Qani qoldi. boshlang. Yuring bu yoqdalar. Qo'rqib ketyapman. Tezroq yuring. Qanaqasiga? Nimaga? Xo'jayinim bu yerda. Bu ayol kim? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Nimaga qotib qoldingiz? Qarasangiz-chi? O'laydi vaqtlar axir. Hozir. Nima bo'pti o'zi? Sizga gapiryapman. Erimga nima bo'ldi? Aytsangiz-chi? O'zlariga keladilarmi? Qo'rqib ketyapman. Ayting. Birpas jim turing. Ishimga xalaqit beryapsiz. Nima bo'ldi? Erim o'lib qoldimi? Odil aka, turing. Necha yildan beri birga yashaysiz? Erim deyapsiz. Farzandlaringiz bormi? Buni nima ahamiyati bor hozir? Avval ham shu holat bo'lganmi, yo'qmi? Axir bemorning kasallik tarixini bilishim kerak. Noto'g'ri muolaja qilib qo'ysak, ta'siri yomon bo'ladi. 6 yil bo'ldi. 6 yil. Nimalar bo'lyapti? Ey Xudo. O'zingni qo'lga ol. O'zingni qo'lga ol. Tegmang. Men o'zim. Oling qo'lingizni. Ishimga xalaqit bermang. Shifokor menmi yo sizmi? Bo'lmasam eringizni o'zingiz davolang. Odil aka. Odil aka, o'zingizga keling. Odil aka. Nima? Siz erim ismini qayerdan bilasiz? Halik boya o'zingiz aytdingiz-ku, ismini, yoshini. Men erimning ismini aytganimni eslay olmayman. Aytdingiz. Yoshini aytganingizda ismini ham aytdingiz. Hayajonlanganingizdan. Erim yashab ketadimi? O'ziga keladimi? Ayting. Ha, siz boring, suv olib keling. Boring. Hozir. Odil aka. Nimasi bu? Mana. Odil aka, turing, Odil aka. Iltimos, Odil aka, ko'zingizni oching. Bu nima qilganingiz? O'zingizni bosib oling. O'zingizga kelib oling deb shunday qildim. Sal o'zingizni bosib oling. Yer bitta sizda emas. Ishlarimga xalaqit beryapsiz. Keyingi obyektga borishimiz kerak. Ulgurmaymiz, hali bu obyektdan chiqqanimiz yo'q. Bemor o'ziga kelmayapti. Klinikaga olib borishimiz kerak. Ahvoli juda ham og'ir. Olib bormasak bo'lmaydi. Yurak pulsi juda ham past. Mashinada yordam ko'rsatib ketamiz. Boring, bolalarni chaqiring, olib chiqishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Erimni olib ketasizlarmi? Boshqa iloji yo'qmi? Ukol qiling, nitroglitserin qiling. Aql o'rgatmang. Jim turing. Bemorni nitroglitseringa allergiyasi bor. Siz erimni nitroglitseringa allergiyasi borligini qayerdan bilasiz? 40 yoshdan oshgandan keyin ko'pchilikda allergiyasi bo'ladi. O'z tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Tavakkal qilishimiz kerak emas. Yaxshisi tezroq klinikaga olib borishimiz kerak. Odil aka, endi nima qilaman? Xavotir olmang. Bu eringiz o'lmaydi.